Bratlar juda ko'p yozibsizlar. Ayollarni uzuni, tam erkaklarga urushtirib ko'ring, 10 mingtaga 10 mingta debsizlar. Niye bratlar? Men uyalaman-ku, 10 mingtaga 10 mingta urushtirgan. Nu qarang, o'zingni o'ylab ko'ring, qanaqa qilib bu? Nechasi bo'ladi? Yo, shuning uchun bratlar 10 mingta mana ayollarga, skavarotkali ayollarga mana opalarga bitta erkakni urushtiramiz. Mana o'sha erkak bratlar. Nu haqqi dedim. Sizlarni ko'p kuttirmayman bratlar, sразу boshlayman. Nu chestno bo'lishi uchun shunaqa qildim. Nu 10 mingtaga 10 mingta urushtirib bo'lmaydi-ku endi. Voy, ancha qiynalib urushib yotibdi mana, ancha qiyin bo'lyapti, turib turibsizlar o'zingizlar ham. Ancha qiyin bo'lyapti bratga. No endi nima ham deymiz endi bratlar. O'zingizlar ko'rib turibsizlar bo'layotgan ahvolni. 10 mingta edi, opalar 10 mingta edi endi. Nima ham deysizlar endi. No, brat ancha qiynalibdi lekin. O'zingizlar ko'rib turibsizlar bo'layotgan holatni. No, bostirishdi-yu, lekin endi adashmasam brat ancha qiynaldi lekin. No, qiyin bo'ldi-da. O'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Yana bitta narsa aytganda bratlar, agar bratlar bu bo'lmadi, brat qoladigan bo'lganda. No bratlar, o'zinglar ko'rdinglar rezultatni. Mana endi birikta qolishdi, oxirgilarni hozir brat dabit qilib bo'ldi endi mana. No o'zinglar mana endi kommentlarda yozib ketsanglar bo'ladi. Hammasi chestno, yo tем более brat bitta edilar. Bitta edilar, 10 mingta edi-ku. Parades. Ya böyle. Anaqasi chiqib ketdi. Orqadan bir nima kelibdi. Chaka paytaymi? Orqadan nimadir keldi, orqadan nimadir keldi. Bir nima aytaymi?